Muhammadni bog'chaga tashlab tez bozorga borib Dunganskiga olib keldim. Uni orasida ovqat solib qo'yay deb tezgina mochkichiriga harakat qilyapman. Mana bu yoqda hamma narsani tezlashtirib yubordim, чтобы vaqt yo'qotmaslik uchun. Sizlar ham oshga debman. Mochkichiriga tuz solasizlarmi yoki solmaysizlarmi? Menga atak tuz solmasdan pishirsang, mosh ochilib yaxshi pishadi deb o'rgatishgan. Uni ham komment yozib ketsanglar bo'ladi. Va mochkichiriga suv solib qo'ygandan keyin Dunganskini sekin harakatini qilaman. Dunganskini somsamizani o'rab, sekin уже pishirishga jo'natamiz. O'zi rosa ham narsa pishirishlarni yaxshi ko'raman. Bundan oldin shunaqa desertikalar, klubnika в shokolade va tortli zakazga qilardim. Dekretda bo'lib qolganim sababli ozgina zakazga olmayman va somsamiz ham tayyor, bu yerda mochkichirimiz ham tayyor bo'ldi. Undan keyin futbolga chopib borib keldik. Futboldan keyin uy uborkasini boshlab yubordim. Tezgina plysos qildim, keyin pollarni artishga tushdim. Pollarni artishda bizga Morne Flora juda ham hidlari yumshoq, hidlari uylarda tarqalib, pollarni ham shunaqa yaltiratib qo'yadi. Buni bemalol chang artishlarga ham ishlatsanglar bo'ladi. Muhammad krossovkalar rosa ham kir bo'lib ketgan ekan, uni ham yuvishga tiqib yubordim. Parashok soldim, konditsionerimizdan soldim. Buni nimasi qulay, oyoq kiyimlarni umuman ochib yormaydi va rangini, yumshoqligini saqlab qoladi. Buni hozirda 5 xili bor. Hammasini hidi zo'r. Konditsioneri bemalol sochiqlarni yuvishda, pastellarni yuvishda, kiyimlarni yuvishda ham ishlatsanglar bo'ladi. Sochiqlaringlar shunaqangi yumshoq qilib qo'yadi. Undan keyin уже mana chang artishlarga tushib ketdim, kirlarim chiqquncha. Hamma yog'i chiroyli, shunaqangi приятный hid qilib qo'yadi va uni orasida krossovkalarimiz mana top-toza bo'lib chiqdi. Umuman hech qatga hech narsa qilmagan, juda ham toza qilib yuvib bergan, hidlari ham juda ham zo'r. Hammanglarga tavsiya qilaman.